Hozir Sergeli mashina bozoridamiz. Hozir usta bilan birgalikda juda ham zo'r mashinalar syomka qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bu boshqacha kontent bo'ladi. Hali bozor tarixida bunday kontent ko'rmagansizlar. Sababi ikkala qo'l bilan bo'sh bo'ladi. Mashinani polni obzor qilib ko'rsataman. Toyota Land Cruiser 200 arablarning eng sevgan mashinasi. Hozir mana sizlarga ko'rsataman. 900 ga bilsalaring, mana bu yerda mana shu faraga suv sepadi. Qum yoki chang bo'lsa, dvornikni yoqsalang, mana shu faraga suv sepadi akalar. Oq rangidan ekan, juda ham yaxshi. Oq rangi ham endi qora, endi bagati ko'rinadi. Bu bo'lsa oq ekan. Ishdan ko'rsaman. Buni beskulchoy do'sti bor, mana bu yerda bo'ladi. 900 ga adashmasam yili 19-yil. Hammasida avto knopkasi bor. Yurgan probegini ko'rsataman. Xo'p, 79 ming avtofokus tusholmayapti. 79.261 km yurgan. Korobkasi juda ham pishiq, chidamli korobkalardan. Bu yoqda monitori bor. Yili 19 mi aka? 17. Xo'p, bu tomonda lyuki bor. Ichi oq salon, maloshniy salon. 2017-yil. Xo'p, orqa tomoni. Motorlarni ham qo'yib qo'yishgan, orqa tomonini ko'rishlar mumkin. Orqada plus 3-reyadi ham bor. Juda ham zo'r mashina. Buni bitta plus tomoni, orqadagi bagaji ikki qismga ochiladi. Tepaga alohida, pastga alohida. Xo'p, bu tomon tepaga ochildi, bu tomon pastga ochiladi. Bu yerda piknik qilib bemalol o'tirishlar mumkin, juda ham qulay bo'ladi. Orqa tomonda mana 3-qator sideniyalari, ichi maloshniy salonda. 2017-yil. Narxini eshitib deyapsiz aka? 60 ming kami bor. 60 ming kam bor ekan, olib chiqib qo'yinglar. Telefon raqamini aytib oling aka. 97lik 777 4780 aloqaga chiqishlar mumkin. 4 litrli motor. Buni aytgandek, Tur 7si ham bor. Tur 7si full bo'ladi. Tur 7sida pnevma poddiskasi ham bo'ladi. Aynan shuniki. Tur 6 bo'lar ekan, adashibman. Mana mashina. Men tog'imda ham Land Cruiser 200 bor. Uni yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bu o'rinda aytib qo'ydik. Farg'ona shaharda 3ta nomerda yuradi. Birinchilardan bo'lib olgan. Bu elektronli emas ekan. Meni tog'imdagi mashina sal furroq edi bundan ko'ra. Yopib qo'yamiz. 360 kamerasi ham bor, lekin bularga 360 kamera qo'yilgan bo'ladi. Nima bularda GXR pozitsiyasi ekan, VXR pozitsiyasi bo'ladi, Dubai Touring bo'ladi. Bozorda shuncha zamonaviy mashinalarning ichida bir dona 69-yilda ishlab chiqarilgan Gaz M21 avtomobili bor ekan, ko'rishlar mumkin. Gaz M21 1969-yilda ishlab chiqarilgan, $5000 so'rashyapti, 97lik 748 tak 29-21. Sizdan syomka qilyapman. Aka, buni nomiga o'tkazishda muammolar bo'lmaydi? Men bilmadim. Bemalol, antikvar mashina. So'rash kerak. So'rash kerak. Demak, olgan odam bemalol o'zi dokumentlarini o'zi aralashtirib qo'yaveradi. Я сам, честно говоря, вот не знаю. Я вытащил на базар, у меня нет ретро-номера антикварные. Недавно получил. А как, если номера есть, почему нельзя ее продать? Очень странно, что... Aytib o'taman, bu mashinani bemalol olib antikvar nomer ham olishlar mumkin. Yaqinda bilsalaring, Toshkent shahridagi antikvar mashinalarga antikvar nomer berildi. Mashinani sotib olganingizdan keyin o'zingiz nomingizga o'tkazib antikvarni qilib olishingiz mumkin. Aka, kalti bo'lsa ochib berilasizmi? Mashinani kirib bering. Hop, ichi mana divan bo'yotibdi. Hozir mana tarafda kalt bor ekan, ochib berishyapti. Xo'p, bunday antikvar mashinalar doimo bozorga chiqavermaydi, chunki shunday mana bunday qimmat yangi mashinalar ichida bu bitta bo'lib ajralib turibdi. Idealniy состоянияda. Motori ham o'zining 21 motori, родной motorda. Vah, mana haqiqiy retro mashina. Divan holatlari juda ham ideal holatda ekan. Родной или qilingan. 10 yil oldin mana sidenalarni qildirishgan ekan. Mana tablolar. Kaprimon bo'lgan mashina. Motor ham yo'q. Buni men yaxshi tushunmayman. Skora rulda bo'ladi. Avtomat или 1-2. 3talik o'zining radniy korobkasi bor ekan. Bismillah, o'tirib ko'ramiz. Mashina juda ham zo'r mashina. Это display, tormoz, gaz. Bu ruchnik ekan bu. Mashina juda ham zo'r, klassika. Mana ichki ko'rinishi, akam nomerlari bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana shu yerda yozib qoldiryapman. Menga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Zikr 7X bitta motorligi, narxi juda ham arzon, ko'ringlar. Zikr 7X buni faqat orqa privedda tortadi. Zapas xoda 680 km. Nima? Ruchkasini ko'ringlar, sensorli. Buni tegizdiryapman, o'zi ochyapti. Bezramishli oynalar, plus ichida mana qaranglar. Bunda lidari bor. Hali endi men ko'rdim. Plus mana bu yerda yonib turgan narsani ko'ryapsizlarmi? Ko'zni nimasini ko'rsatadi. Nimasi bor bizda aka? Sideniya massajigacha bor. Ikkita oldida. Ikkita oldida sideniya massaji ham bor ekan, aka aytayapti. Mana bu yerda hamma yo'qni mana shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Panoramani bitta minusi ochilmaydi, shtorkalari ochilib yopiladi, lekin mana shu yerda sideniya massaji ham bor ekan. Aduf abagrev sideniya massaji ham bor ekan.
juda ham zo'r mashina. Zikr 007. Eshigini yopilishi. Hozir men sizlarga bagaj mana yopib turibdi. Bagajni shu sensordan ochsalar ham bo'ladi. Bismillah. Bagajni hozir ochib beraman. Hoppa, bagaj ochildi. Bagaj ochilishini ko'rsatyapti. Yopamiz. Orqa tomonini ham sizlarga ko'rsataman. Orqasida ham xuddi shunaqa bezalanishli oyna. Orqa tomonda deflektorlari ham bor. Deflektor keyin ikkita Type C razion bor zaryadka uchun. Mana bu tomonlari. Mana bu yerda podголовники ham tushar ekan. Podголовник ham juda ham zo'r. Mana bu yerda alkantara qilingan. Mana bu yerga narsalarni qo'ysalang tiqirlamaydi. Kaltlarni qo'ysalang. Plus mana bu yerdan mana ko'ryapsizlar, pastakannik chiqyapti. Pastakanniga buni yopib qo'yamiz. Foydali ma'lumot uchun like bosib obuna bo'lib ketinglar. Orqa tomonini yana yopamiz qaytarib. Plus mana orqa tomoni bagaji juda ham keng. Bitta nima minus tomoni zaryadnikni qo'shib berishmas ekan. Zaryadnikni o'z pulingizga sotib olasiz. Orqasini yopilishi bu ham knopkadan. Hamma yo'q elektronli. Xo'p, mana yopilyapti. Orqa tomoni ham juda ham go'zal. Narxini akalarimiz 34 ming kami bor deb aytishyapti. Bemalol olib qo'yib chiqarasizlar. Hozir nomerlarini aytaman. Akani nomeri xo'p 88 km yurgan 2024-yil 97-038-10-05 toza kraskasi 34 ming kami bor. Mashinaning turishi. Lidari ham bor. Joni qattiq o'lmas mashina Toyota Camry 40 taligi 2007-yilda chiqarilgan. Bunga plus metan ham qo'yib qo'yishibdi. 100 talik metan bilan 200 km shahar ichida yuryapman deb aytishdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta hindsiga qildirib olish kerak. Buni lyuki ham bor. Narxini oxirida aytaman, juda ham qiziq narxi. Xo'p, oldin ko'rishingiz mumkin. Bitta detskiy rejim bor, avtosi bor. O'sha 2007-yilda mana avto bo'lgan, o'ynaydi. Bu tomonda tabloni ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi. Bu juda ham zo'r mashina. Korobkasi ham o'ta qattiq, hali nima sanadi, mustahkam. Tez CC2 monitor qo'yib qo'yishgan ekan. Plus lyuki, tepani patol holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta hindsiga qildirib olasizlar. Nima bu yog'ini ham hindsiga qildirib olasizlar. Ekan o'z narsalari. Bu yoqda mana bunday funksiyalari bor. Bu yeri ochiladi. Bunday qilsa ochilar ekan. Keyin mashinani oldi kapotini ochib ko'rsataman. 2.4 motor. 170 ming yurdi dedi, adashmasam. Akam o'zi 170 ming yurdi dedi. Hozir kapotda pneumoporlar bor ekan, o'zi ko'tarib beradi. Motori 2.4, o'sha Toyota'ning o'zini haqiqiy o'lmas motori. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana mashinaning nomeri, mashinaning o'zi. Kraskasi albatta bor ekan, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Akam o'zi Spark narxida berib yuboraman deyapti. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka nomeringiz boshqa aytib olasizmi? 95lik 171 44 11. Mana mashinaning holati. Aloqaga chiqinglar, Spark narxida berib yuboradi aka. Hozir haqiqiy pul topar mashinani ko'rsataman. Bu mashina orqamda turibdi. Nima sababdan bu pul topar mashina? Chunki Yandexda biznes klassda yuribdi. Honji EQM5 to'liqroq ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Honji EQM5 24 ga 25 32 ming kilometr yurgan, 505 zapas kodi bor, lekin ishonmanglar 505 yurmaydi. 350 yursa ham katta gap. Nomerlari narxi 18 ming deyapti, lekin kami bor. Ichki ko'rinishlari, asosiy komfort bunda orqaga qaratilgan. Tepada patologiyada hech nimasi yo'q, oddiy prostoy, lekin klimat kontrol, sideniya abagreiflari bor. Addufi yo'q sideniyada. Asosiy komfort orqaga qaratilgan. Buni olib turib bemalol pul topishingiz mumkin. Sababi Yandexda pul topasizlar. Yandexda haqiqiy pul topar mashina. Orqa tomoni juda ham keng. 7 kWli zaryadni qo'shib berishadi. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Hozir bagajni ham ochib ko'rsataman. 7 kWli zaryadni qo'shib beradi akalar. Mashina burchlarda turibdi. 7 kWli zaryadni ham bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, shuni qo'shib berishadi. Aytib o'tgandek, bunda pul topsalar ham bo'ladi. Indeks bozorida ham borib ko'ringlar. Bu mashina bozoridagi narx. Indeksga ham borib ko'ringlar. Indeksda bundan arzonroq bo'lishi mumkin. Narxi 18 ming kami bor. Mana Volkswagen mana bunday modelni bilmadim, lekin 2 litrli turbina ekan, benzinda yuradi. Hozir ichini ko'rsataman. Ichi wow. Tushunsiz? Bo'ldi aka, bitta qo'yaman. Aka, ma'lumotlari qanaqa? U ichi mana biznes klass bo'lib yotibdi. Bu yoqda 3 ta, bu yoqda 2 ta. Plus mana bunday stoli ham bor, ya'ni xona bor. Bemalol nima qilishingiz mumkin. Bu yig'iladi. Plus kompyuter qo'yib ham bemalol ishlashingiz mumkin, qandaydir hujjat ishlari bo'lsa. Aka, narxi necha pul? Yurgan kilometri qancha? 66 ming kilometr. 2017da 2 litr turbina. Benzin. Narxini necha pul qilib berasiz aka? Korobkasi, avtomat korobka. 35 ming dollar kami bor ekan. Korobkasi mana avtomat. Bilasizlar, Volkswagen nemetskiy brend, haqiqiy yaxshi mashina. Narxi rangi ham qora rangda ekan. Operativni qilib chiroyli qilib olsangiz bo'ladi. Tayinroq ruxsatnomalari bor aka. Mana mashinaning ko'rinishi juda ham katta mashina. Mana ustamni o'zi. Bu original ko'p emas. Shuni aytib qo'yish kerak. Ustam qaytdi. Ustam Uzabzor kanalining adminlari, bilasizlar, 1 million ta obunachiga, avtoblogerlar orasida 1 million ta obunachiga birinchi bo'lib erishgan odamlardan biri ustam.
Mashina zo'r holatda. Keyin menga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men yangi blogerman. Xudo xolisa sizlar bilan birgalikda biz ham 1 millionga erishamiz, ustamga o'xshab. $6000 ga propan va metanda yuradigan karnival topib qo'ydim. Narxi 6000, shokolad narxda. Ko'ryapsizlar. Yili necha desiz aka? 2006-yil zavodskoy propanda ekan, lekin hozir metan ham qo'yib qo'yishgan ekan. Hozir orqadan ko'rsataman. Aka, propanda necha kilometr, metanda necha kilometr yuryapti? Propan bilan metanda necha kilometr yuryapti? Ancha yuradi, 1000 kilometr yuradi ikkovi bilan bo'lib. Hop, men ishlarini ko'rishim mumkin. Juda ham zo'r holatda monitorlar qo'yib qo'yishdi. Monitor yaxshi monitordan. Yurgani necha dediz? Yurgani. Monitor test CC 2 mi 3 mi? CC 3 monitor qo'yib qo'yishgan ekan. Bemalol bunga 360 kamera o'rnatsangiz bo'ladi. 427 ming. 427 ming probeg, narxi juda ham shokolad narxda. Mana luki ham bor. Lukini ko'rishingiz mumkin. Uni orqa tomonlari hozir men sizlarga metan va propanni ko'rsataman. Hozir orqasini ochamiz. Kia Carnival. Mana bu sizlarga metani, bu metani qo'ydirilgan, 100 talik metan ma'lum qo'ydirilgan, propani propan ko'rinyaptimi? Mana shu propani zavodskoy metanni o'zlari qo'ydirishgan. Juda ham yaxshi mashina. Xo'p, narxi $6000. Aka, nomer zati oring aka, YouTube'ga qo'yaveraman. 94lik. 94lik 070 70 aloqaga chiqishlar mumkin. Mana mashinaning turishi. Kraskasi qayerda dediz aka? Kraskasi yo'q yo'qlarda tekshirtirib olishsa. O'zlari tekshirtirib olishadi, lekin narxi shokolad narxda ekan.